Ruday ko'chasidan polnotsенный 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan 78 kvadrat bo'lyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Mehka zona qilingan, devorlar attachenta qilingan, TV zona, konditsioner o'rnatilgan do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yer bizlarda prixoja bo'lyapti. Prixoja mebel o'rnatilgan, TV zona qilingan. Asosiy kirib kelishimiz eshigi va mana bu tomonda mehka zona qilish ham mumkin. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kerakli hamma mebel jihozlari bor do'stlar. Kvartiramizda hali hech kim yashamabdi remontdan keyin. Dual-konturli kachol o'rnatilgan, chopil pol va radiatorlar qilingan do'stlar. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda ish nafarimiz qilib olishingiz mumkin. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Hamma xonasida oynasi bor. Bu birinchi sanuzel bo'lyapti kvartiramizda. Va mana bu yerda ikkinchi sanuzel bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi, bizon tanisharga yo'l qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.